Assalomu alaykum. Hurmatli gul saydolari, mana gullarimizni ikkinchi mana do'konimizdan mana odamlar istab olmasin deb Namanganda mana Qurg'avoyga joylashtirdik. Mana biz o'zimiz sherigimiz bo'ladi. Mana Elyorbek bemalol kelib, mana sikasda dorizoxonaga qo'ysa, mana menman uyda ochiltirib beraman degan gullarni mana olib kelib qo'ydik mana. Sikasda mana kattasidan o'zim katta qilib olaman deganlarga maydalari mana. Xohlagan razmerlarda bor mana. Avuqariyarchalarimiz mana orqaga taxladik. Tugab qolmaydi. Xo'stalarimiz kelgan mana. Ko'pchilik xo'sta so'rayapti. Mana xo'stani ham aytmadingiz narxini deyapti. Mana kichkinalarini mana 65 ming so'm berdik. Mana kattalarini mana 200 ming so'm berdik. Nihoyatda zo'r. Mana ingichka sireni mana qora baxligi 100 ming so'mdan. Endi obzor qilib mana hozir gullar festivaliga kela olmaydigan onaxonlarga bir qator tashab o'tib ketaman. Gullarni bir qator ko'rasizlar. Ko'pchiliklar talab bino anaqasiga binoan kommentariyaga yozib tursanglar bo'ldi mana. Mana Gusmaniyani 3 taliklari. Kaktuslarimiz mana shularni mana 150 ming so'm berdik. Onalarni 120 ming berdik. Mo'ljaldan adashmanglar mana Qurg'avoy. Qurg'avoydan mana Coca-Cola emblemi taydi mana Elyorbek degan mana sherigimiz o'tiribdi. Mana toldi oldidan. Mana shu do'kon ham bizniki. Mana Qurg'avoydan kelib turib, mana bu yoqqa mana Chorsu bozoriga ketadigan yo'nalish mana. Bu tarafdan naryoqda o'zim o'tiribman. Hozir bir qator gullarni obzor qilib o'tib ketaman. Mana menga lolali antiurumlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Mana bularning narxi 180 ming so'm edi. 130 mingga tushirib yubordik mana. Guli 1 yil turadi. Mana ayol baxti degan gullarimiz. Sovg'a bob. Endi mana yonimizdagilarni ponni olib, hozir obzor qilib o'tib ketaman. Elyorbek, ishlarga omad. Mana bu yog'ini sekin video qilib ketaveramiz. Qurg'avoydan qarab. Bularimiz mana sun'iy gullar ekan. Mana kanadskiy palma. Bir qator ko'rsatib o'tib ketaman gullarni. Xudo xolasa Namanganda oldi gullari mana o'zimizning andijonlik gulchilarimizda. Kelolmagan onaxonlarga, opaxonlarga mana barda dili ochilib ko'rib o'tiradi. Butun O'zbekiston tomosha qilyapti buni. Gul bayram qanaqa ekan deganga. Mana taraf yoppasiga andijonliklar mana. Maşallah mana lilalar ochilganini qaranglar. Nihoyatda zo'r, chiroyli ochilibdi. Lilalar nech pul berdingiz? 50 ming so'mdan mana 30 ming so'mdan 100 ming so'mga doğru lilalarimiz bor. O'zdan berib turinglar, aytib qo'ying. Gartenza, ko'ringlar dard ko'rmasin. Bu darajaga olib kelishda o'zi bo'lmaydi. Arzon gulda arzon qimmati bo'lmaydi. Mehr qo'ysanglar bo'ldi gulga. O'zi mehr qo'yamiz-da, o'shancha. Gullarni qaranglar. Allohning mo'jizasi. Bu darajaga yetkazishda o'zi bo'lmaydi, oson emas. Grupalarga tashlab qo'ying. Mana kichkinalari ham bor ekan. Bu kichkinamiz nechta pul gartenzamizni? 30 ming 25. Mana monolarimiz mana 30 ming so'm gartenza, sovuqda ham turaveradi. Chiqaradigan. Mana nech pul bunisi? 120 ming so'm ekan. Mana kattasi-chi? 500 ming 450 ming. 450 ming so'm, 500 ming so'mga davr mana gartenza bor. Mana holati. Sovurmaydi. To bahordan qishga davr ochiladigan gartenza gul, sovurmaydigan chiroyli gullardan bittasi. Mushkambarimiz mana. Unchalab qopti. Buni hidi ham nihoyatda kuchli. Shomdan asha saharga davr iftor tarqatadigan mushkambar degan gullar. Opalar rahmat. Sekin mana yuriyapmiz. Endi o'zimiz tarafga qarab gullarimizni oldiga. Qurg'avoydan 3 minutlik yo'l, 2 minutlik. Mana bu tarafga ham mana o'zimizning andijonlik qo'shlarimiz mana. Kofelar mana. Yangi gullardan biri. Hormanglar. Butun O'zbekiston tomosha qilib, maza qilib duo qilsin mana. Erkak baxti antiurum degan gullarimiz mana. Suvda o'sadiganlari mana taylari bilan ko'rsating. Qanchadan ekan bular?
tuvalari ham bor. Mana shu yerda o'zi tuvalarga ekilib beriladi bular. Chiroyli. Mana o'zimni joyimga ikkinchi do'konimga kirib kelyapman. Qo'llab tursanglar bo'ldi, like bosib, kommentariyaga yozib, ota-onangga rahmat bo'lam deb qo'yganlarni umri uzoq bo'lsin mana. 60 mingga tushirib yubordim mana shu Gusman antirumni mana erkak baxtini. Aksiya mana. Anjom mana shu kelib Ravshanbek deb kelganga mana shularni arzon qilib beraman. Mana shularni 45 ming so'm, 60 ming sotilgan ayol baxti. 45 ming qilib beraman bunisini. Faqat aytinglar. Mana 130 ming so'mlar mana 100 ming so'mdan qilib beraman. Onasini 80 ming, balki qora ayol baxti deyiladi mana. Pullari, kurslari ko'p. Mana men aytganlik lolali sortlari mana 130 mingdan giganti. Bu ham 130 ming. 75 ming so'm mana kalateyalarimiz nihoyatda zo'r. Bunisi ham 75 ming. Bunisi 60 ming so'm. Kaktuslarimiz mana bittasini o'zida 3 tadan ekilgan. Chiroyli holatda mana. Bu ham nihoyatda go'zal holatda. Bular 75 ming so'm. Aglanay mana tozasi. Qizil bakligi mana nihoyatda kusti zo'r. Eksaklar nihoyatda zo'r turadigan. Mana sen qopibdi Gulnazaxon. Bular 130 ming so'm, bunisi mana 100 ming so'm. Diamond degani. Sovg'aga, tug'ilgan kunga, onaxonlarni ko'ynini oladiganlarga, mana kelinchaklarga 90 ming so'mdan orxideya. Guli 9 oy turadi. Gusmanalarimiz mana 65 ming so'mdan. Mana yangiliklardan archamiz kelgan, hid chiqaradigan, xonani go'zal qilib kislorodga boy tuvad archasi. 75 ming. Tahiralarimiz mana 130 mingga tushirib yubordik mana. Ravshanbek deb so'rab kelsanglar bo'ldi. Bambularni ham 130 ming mana. 150 ming so'm, 20 ming arzon. Yo'q paramda har doimgidek mana zenzisi 700 ming so'mlik gullari qiroli. Namanganda bitta bo'lib turibdi. Indiski sirenlarimiz 100 ming so'm. Buni narxi gapda ochig'i 150 ming so'm, 130 ming so'm, bizda 100 ming so'm. Ishonchlik, daveralik, chiroyli anaqa 100 mingdan. Ayol baxti degan gulimiz mana yangi idishda. Mana gullar qora baxtligi 120 mingdan. Mana har doimga ko'rsatgan bambug'imiz 1 million 200 ga beraman. Krasniy kilo mana shtampiligi. 50 dollardan mana shular mana bir jup qoldi. Balki qip-qizil turadi. Osikaslarimiz mana 150 mingdan bularni ko'rsatdik. Kamilalarimiz mana 230 mingdan. Kofedaralarimiz mana 300 ming so'm. Bo'yi 1,5 metr. Chiroyli holatda. Bu yoqqa mana Chorsuv yo'li bemalol kelarasizlar mana. Yo'nalishlar bilan tanishtirdim. Nomerlarimiz 99lik 140 8841. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. BTSlardan chiqarib beramiz. BTSlar ishlayapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa mana shu nomerda Telegram bor. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, gruppamga ulab qo'yaman. O drasinaga o'tmabman o. Yana bitta yangiliklardan bittasi. Hojonalar so'rayotgan drasina mana zenzini ko'rsatdik. Holatini bo'yi 1,5 metrlik. Drasinamiz mana nihoyatda zo'r holatda turibdi. Egasini kutib, xudo xolasa. Sanseveriya mana xona tozalash bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Zamiyani qoralari zo'r. Mana bunisi bor mana. Bu 210 ming so'm. Gigant sorti. Monster degan gulimiz mana buni ham bo'lsa bo'ladi. Bo'lgandan o'zi mana shunday baqqan odam maza qiladi aslida. Ofisga, darvozaxonalarga chiroyli turadigan monster gulimiz. Buni yosh katta onaxonlar biladi. Monster bir paytlar trendda bo'lgan zo'r gullardan bittasi. Buni 180 ming so'm qilib beramiz. 200 ming so'mdan doim reklama qilib tashardim. 180 ming. Buni ham narxini tushirib beraman. Kofe darag'i 150 ming so'm narxi edi. 130 ming so'm qilib beraman mana buni ham. Albatta kelib Ravshanbek deb murojaat qilaverasizlar. Dikin bahiyalar mana 90 ming so'mdan yozilgan narsani 80 ming so'm. Duo qilsanglar bo'ldi. Yozishingizdan chiqmasin kommentariyaga. Hojonalar, hojopalar.
Zamiyani mana kichkinalari mana 70 ming so'mdan. Sizlar maza qilinglar. Mana uni bo'lsa 4 ta chiqarar ekan sanseveralarimiz. Xudo xolasa puliga arziydigan 90 ming. Bo'lsalar 15 ming. Aslida bitta geran ham o'zi 25 ming turadi. Lekin mana sanseverani foydasi 10 ta gerandan kuchli turadi. Xona kishilar tozalash bo'yicha buni bo'lib ekilsa jonim akam nihoyatda zo'r turadigan gullardan bittasi. Mana uni aytmay qolibmiz. Mana dehing bahiyani 1,5 metrlik gigant sorti odam bilan baravar 350 ming so'm. Mana unisi mana 250 ming jonim akam narsalar. Bemalol ayta olasizlar. Mana kameliyani men qo'yib qo'ydik. Bularni 200 mingdan qilib beraman.